Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan 8 bosh yangi partiyadagi onajonlarimizdan kelgan. Yangi partiya eski partiyadan bir dona ham qolmagan. Kechagilar ham sotildi. Kechadan oldingi kunlar ham. Mana xudo xolasa bir qator hozir yurishlarni ham ko'rsatamiz. Biror joyda birorta aybi, nuqsoni yo'q. Hammasi sog'lom. Soni 8 bosh. Narx-navolarni o'ta ham yengil qo'yib berishga harakat qilamiz. Mana bir qator hozir ko'rsataveramiz. Hammasi qisir xudo xolasa, olib borib mol qilishga ham, yemga boqishga ham, plus olib sotadigan aka-ukalarimiz ham bemalol kelishaversin, xudo xolasa yo'lda qilib qo'yib beraveramiz nasib qilsa. Har doimgidek narx-navolarni o'ta ham yengil qo'yib beramiz hozir. Ko'rasizlar, eshitasizlar. Hammasi sog'lom. Sredna 1 yasharlik, 10 oylik, 1 yasharlik atrofidagi onajonlarimizdan. Hammasi sog'lom. Shu ko'rib turgan onajonlarning soni 8 bosh. Narx-navolarni ichidan bitta tanlab olaman deydigan aka-ukalarimizga eng baland narx-navosini aytib o'tamiz. 10 million 800 ming so'm oxiriga berib yuboriladigan summasi 10 million 800 ming so'm. Ichidan eng pastiga 9 million 800 ming so'm qo'yamiz. Eng past narx-navosiga berib yuboriladigan oxirgi summasi 10 million 800, 9 million 800 eng past narx-navosi, 10 million 800 eng baland narx-navosi. Bir joyga bo'lsa xudo xolasa 10 million 250 ming so'mdan ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Bir joyga bo'lsa 8 tasi. Atak tanlab olishga 9 million 800, 10 million so'mga astoydil to'g'ri kelmaydi. Yoqqan tanlab olaman degan aka-ukalar hammasi qisir xudo xolasa, olib borib novoz qo'shib kelajakda yaxshi sigir qilaman degan aka-ukalarimiz ham bemalol tushaveradi. Hammasi sog'lom, qisir onajonlar. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Nasiyaga, variantga savdo yo'q, faqat naqd pulga, moshinga barter ham yo'q. Telefon qilib so'rashlaringiz hojati yo'q. Mana xudo xolasa hammasi sog'lom. 1 yashar atrofidagi onajonlarimiz, 10 oylik 1 yashar atrofidagi. Keyin olsalaringiz xudo xolasa, olib siraz boqsalaringiz, nasib qilsa siraz foydadasizlar, nasib qilsa. Chunki sababi hozir mana chetdan keladigan mollarni, Qozog'iston, Qirg'iziston mollarini kamida 4 oy, 3 oy, 4 oy boqasizlar, o'zini puliga hisob-kitobiga to'g'ri keladi. Bu mollarimizni olasizlar, siraz pul ulasizlar. 1 oy borib, 1 oy boqib olib chiqib sotsalaringiz ham xudo xolasa nasib qilsa foydadasizlar. Sababi shu aytilgan summalar hisob-kitobiga ham to'g'ri keladigan summalar. Kichkina mollar emas. Yana qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar. Hammasi sog'lom. Birortasini biror joyda aybi yo'q.